gaz muammo bo'lyaptimi? Elektr energiyada muammo bormi? Bu bizni butun xalqimizning ehtiyojimi? Davlat harakat qilyaptimi? Qilyapti. Bor qo'lidan kelgan imkoniyatni o'rtaga qo'yyapti. Lekin men nima qila olaman? Meni mana shu masalada nimam hissa qo'shishi mumkin? O'rganing, qiling. Milliarder bo'lasiz. Gaz energiyasini o'rniga muqobil nima yoki gaz kavlab oladigan mutaxassislar yetishtirsak. Men o'rganib chiqdimmi shu sohani? Biz O'zbekistonda juda ham kam gaz mutaxassislari. O'shanga muhtoj bo'lamiz. Boshqa mamlakatlarga tender e'lon qilib, bizdagi konni qazib beringlar, bir qismini bizga, bir qismini sizlarga beraylik degan majburmiz. Go'yoki biz o'zimizda mutaxassis yo'qligi uchun boshqaga borib yalingandek bo'lamiz. Asli yalinishga ehtiyojimiz bo'lmaslik kerak. O'qitishimiz kerak. Kim o'zini o'g'lini gaz sanoati bo'yicha o'qityapti? Misol uchun, mana shu g'oyani, mana shu fikrni yetakchi qilib qo'yib oldiga. Shu odamlar to'g'ri yo'lda.